Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bilasizlar, yaqin kunda Green Karta mavsumi boshlanadi, ya'ni 5-mayda. Shunga aytib o'tamanki, Green Kartani to'g'izayotganda JS260 ga to'g'ri qarab to'g'izinglar. Keyin qanaqadir informatsiyalar o'sha paytda undan oldingi registratsiyasida qolib ketgan bo'lsa, uni ham juda e'tiborli bilan posostani o'sha o'zini sistemasiga o'sha JS260 ga kirgizinglar. Bunaqa yordamlar kerak bo'lsa, bemalol Grand Vizaga kelsanglar bo'ladi. Bizda ko'rgansizlar, ko'pchiliklar Green Kartachilarga vizasiga yordam berganmiz va olib chiqishgan ham. Green Karta yutuvchi o'rtoqlar, firma tanlashda adashmaslik kerak. Oldingi yutuq sohiblari bilan men xabarlashganimda menga Grand Vizani tavsiya qilishdi ular. Shu yerga keldim. Bu yerda hech qanday muammo bo'lmaydi. Men hech qanday norozichilik ko'rmadim sizlardan. Grand Viza dokumentlari yaxshi qilib berdi. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Green Karta sohibi bo'ldim. Keyin Grand Vizaga kelib dokumentlarni to'ldirdim. Grand Viza YouTube'da tekshirib yurardim. Ishonch bilan kelib Grand Vizaga dokument qildik. Mana inshaalloh oldik. Dokumentlar umuman kamchilik yo'q. Muammosiz hal bo'ldi. Hammaga omad tilab qolamiz Green Karta chiqquncha va kimga Green Karta bo'yicha yordam kerak bo'lsa, bemalol Grand Viza markaziga murojaat qilinglar va xudo xolasa zo'r chegirmalarda, yaxshi narxlarda yordam berishga va'da beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.